Internetda shu videoga ko'zim tushdi va o'zim ham sinab ko'rmoqchi bo'ldim. O'xshadimi yo'qmi? Videoni oxirida bilib olasiz. Arfle mahsulotlardan foydalandim. Navage SPF 50, Navage SPF 30, bu kunduzgi krem va Jardani seriyasidan tonalniy SPF 12 bor. Shu mahsulotlardan birma-bir bananiga surib ko'rdim. To'g'ri, banani po'chog'iga surdim. Birinchi tonalniy surib oldim, ikkinchisida kunduzgi krem SPF 30 surdim va SPF 50+ surdim. Quyoshga qo'yib qo'ydim. Endi natijasini birgalikda ko'ramiz. Har birini salfetka yordamida tozalab chiqdim. Birinchi bo'lib tonalniyni artib oldim va keyin o'rtadagi SPF 30 va oxirida SPF 50+ artdim. Vaqt natijasini ko'ringlar va shunaqangi ishonmadim. Zo'r natija bu. Albatta SPF ishlatmagan tanishlarga bu videoni jo'natib qo'yish esingizdan chiqmasin.